Assalomu alaykum guys. Demak, sizlarga Headway Beginner kitobimizni 6-unitdagi mashqlarni qanaqa qilish kerakligini ko'rsatib o'taman. Mana demak, demak, bugungi unitimiz every day deb ataladi. Har kunlik yoki har kuni deymiz. Present simple haqida, always, sometimes, never so'zlari haqida, vaqtlar haqida, birga keladigan so'zlar haqida ma'lumotlar beriladi. Birinchi qiladigan ishimiz mana bu qismini bajarib chiqamiz. Tick the things you do every day. Tick degani птичка qo'y degani. Птичка qo'ying. Things narsalarga, you do siz qiladigan har kuni. Mana shu yerda 5 ta ishdan qaysi birini har kuni qilsanglar, птичка qo'yib chiqamiz. Tarjimasini topish esdan chiqmasin, bilmasanglar agar, juda ham oson so'zlar. What time is it degan strukturamiz bor bizda. U vaqt so'rash hisoblanadi. Hozir o'sha haqida ma'lumot beraman. Albatta kattasini olamiz. Just a second. Demak, what time degan ingliz tilida o'zi soatni so'raganda ishlatamiz. Soat nechi degani, soat nechi yoki soat nechida. Nechida deb turib vaqtini so'raganimizda, nimadir vaqt haqida gapirganimizda ishlatamiz. Endi what time is it deb savol bersak, bu hozirgi vaqtga nisbatan ishlatamiz. What time is it? Soat nechi bo'ldi degani bu. Soat nechi bo'ldi. Zo'r bo'ldi. Soat nechi bo'ldi degani. Javob berganimizda it bilan javob beramiz. Ya'ni it is, misol uchun hozir qarasanglar 10:07. 7dan 10 o'tdi. 17 bo'ldi, zo'r. 17 bo'ldi. Demak, soatlarni, vaqtlarni gapirganimizda ingliz tilida it pronounidan, it olmoshidan foydalanamiz. Bu o'sha aynan hozirgi soatda aytadigan bo'lsak. Ya'ni hozir soat nechi bo'ldi desa, it bilan savol beradi. What time is it deydi. Sen javob berganda it is 10 deymiz. U 10 deganimiz hozir soat 10 degani. Soatlarni aytishda ko'p usullari bor ingliz tilida. Asosan ikkita usul bor. Biz hozir birinchi oddiy usulni o'rganamiz. Ya'ni juda ham oson, shunchaki soatda aytasizlar. Undan keyingi minutini raqamini aytsanglar bo'ldi. Misol uchun 10:07 yoki misol uchun soatimiz 8dan 25 ta o'tgan bo'lsa 8:25, 9:30 bo'lsa 9:30, 20:15 deylik. 20:15 deb turib shunaqa tarzda aytamiz. Boshqacha aytilish usuli ham bor. Hozir shu usulni o'rganib olinglar, yetadi. Keyin soatlardan oldin at predlogini ishlatamiz. At plus soat keladi. Ya'ni soat nechidadir nimadir bo'lganini bildirsak, soat 9da, soat 10da, soat kechqurungi 11da desak, o'shanaqa holatda undan oldin at kelishi kerak. Ya'ni misol uchun aytsanglar, men maktabga soat 8da boraman. I go to school dedik. Demak, at 8 deyishlari kerak. At 8 rona soatdan oldin keyin o'clock so'zini ishlatsanglar bo'ladi. Bu 8:00 degan. I go to school at 8 o'clock. Faqat 00 bo'lganda, ya'ni aniq to'liq soat bo'lganda o'clockni qo'llaysizlar, boshqa holatlarda qo'yilmaydi o'clock so'zi. I go to school at 8 o'clock. Endi what time bilan savol berishimiz mumkin. Misol uchun sizlar aytishlaringiz mumkin, ustoz qachon zavtrak qilasiz? What time? Present simple formulasida eslaymiz. Question word keladi. What time? Do, does keladi. Demak, siz demoqchimiz do.
subject you, what time do you, keyin verb bir kelishi kerak. Nonushta qilmoqnima degan. Have breakfast degan. What time do you have breakfast desa. Men javob berganda keyin fe'l shaklida javob beraman. Men nonushta qilaman. I have breakfast. Nechida? At 9:30. At 9:30. Keyin bizda AM va PM degan so'zlar bor. PM so'zlari bor. AM degani bu ertalabki degan ma'noda keladi. PM bu kechki yoki obeddan keyingi. Obeddan keyingi desanglar osonroq bo'ladi. Ya'ni bu 12 soatli sistemada ishlatamiz. Ya'ni bizda 24 soatli sistema bor. Misol 1 dan 24 gacha aytamiz. Unda AM, PM qo'yilmaydi. Lekin e'tibor bersanglar, biz ba'zan 12 gacha bo'lgan narsani strukturani ishlatamiz. 12 soatli sistema. Ya'ni qanaqasiga desa, ertalabki 9, kechqurungi 9 deymiz. Ya'ni 9 ni o'zi bo'lsa, ertalabki 9 deyiladi o'zbek tilida. Demak, ya'ni ertalab 9 da uchrashaylik deymiz, misol uchun. O'quvchilarimga ertaga 10 da darsimiz bor desam, ustoz ertalabmi, kechqurunmi deb so'raydi. Chunki 9 ertalab ham kechqurun ham ishlatilsa bo'lar ekan. AM qo'ysa, demak ertalabki 9 va o'shani 9 PM qo'ysak, bu kechki 9, ya'ni bu 21:00 ga teng. AM, PM so'zlarini ham yaxshilab o'rganib olishimiz kerak. Birinchi mashq qilasizlar. Birinchi mashqda men bu soatlarni so'z yozib chiqishlaring kerak. Soat necha bo'ldi desa, it's. Ya'ni soat 2 bo'ldi, soat 2:30 bo'ldi deb aytishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi mashqda suhbatni eshitib qo'ying degan. Suhbatni eshitasizlarda qiladigan ishlaring mana bu soatlarni necha bo'lganini yozib chiqishimiz kerak bo'ladi. Necha bo'ldi rasmga qarasizlar, necha bo'lgan bo'lsa it is deb yozasizlar. Grammar qismimizda kun tartibi haqida ma'lumot berilgan. Present simple ni biz present simple zamonini o'tganmiz va yana bir martaga takrorlab beraman. Present simple da doimiy ishlarni bildirardik. Bu to do shakli, ya'ni harakatli shakli. Bunda birinchi bizda subject keladi. Keyin verb, verbga s yoki es qo'shishimiz mumkin. Keyin object keladi. Keyin agar mabodo kelib qolsa time, place yoki time kelishi mumkin. Joy kelishi mumkin, vaqt kelishi mumkin. Bu ixtiyoriy. Ketma-ketlikda shunaqa ketma-ketlikda bo'lishi kerak. Misol uchun men har kuni ingliz tilini o'rganaman desam, I study English every day bo'lishi kerak bo'ladi. I subject, study verb keldi, English ingliz tili, every day har kuni. Endi SES qachon qo'shardik? Subjectimiz he sheet bo'lganda. Endi men ukam har kuni ingliz tilini o'rganadi desam, my brother deyman. My brother bir kishi he ga to'g'ri keladi. My brother studies English every day. Bizda present simple zamonimizda fe'l shaklida subject, verb, object shakli. Berilgan gaplarimizga ham e'tibor bersanglar, xuddi shunaqa birinchi subject kelgan, keyin verb kelgan, subject kelgan, verb kelgan. Shunaqa ketma-ketlikda berib chiqqan bizga. Bu listening mashqimiz eshitib turib, mana bu Filip degan bizda bola bor. U shop assistant bo'lib ishlaydi. Magazinda sotuvchi bo'lib ishlaydi. Uning kun tartibi berilgan. Siz soatlarni qaysini eshitsanglar, o'shani belgilashimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi mashqimizda biz o'z kun tartibimizni partnyorimizga aytishimiz kerak. Bu asosan darsda qilinadigan mashq, darsda qilinadi. 4-mashq ham darsda qilinadi. Bu
sherigimizdan nechida shu ishlarni qilasan deb savol berishimiz kerak bo'ladi. Okey, keyingi mashqimiz um, a day in the life of Anna degan Anna degan qizni hayoti haqida ma'lumot berilgan. Rasmga qarab ko'rishlaring mumkin. U nima ishlar qilishini mana bu yerda kichkina ma'lumot bergan. Buni tarjima qilib olamiz va o'shalarni ko'rgan holda mana bu ikkinchi mashqni to'ldirishimiz kerak. Annani nima ishlar bilan shug'ullanishini yoki soat nechida qilishini, har bitta yangi so'z topishimiz kerak, yangi so'zlar bor. Grammar spot qismimizda bizada yangi shakldagi so'zlar kelgan. Biz ularni adverbs of frequency deymiz. Frequency. O'zbek tilida takroriylik ravishlari bo'ladi. Takroriylik ravishlari. Ya'ni ular ish harakatni qanchalik takrorlanishini bildiradi. Bu so'zlar o'zbek tilidagi doim, ba'zida, kamdan kam, hech qachon degan so'zlarga to'g'ri keladi. Odatda degan so'z o'zim ketibdi. Odatda, tez-tez. Shularni inglizchasini yozib chiqamiz. Doim degan ingliz tilida always degan so'zimiz. Odatda degan so'zimiz ingliz tilida usually degani. Usually. Tez-tez degan so'zimiz often, ba'zida, sometimes, kamdan kam, rarely va hech qachon, never degan so'zlarimiz. Bu so'zlarni yodlash kerak. Bular ish harakatda mana ko'rganlaringdek qanchalik takrorlanishini bildiradi. Harakatda qanchalik takrorlanishini bildiradigan so'zlar. Doim, odatda, tez-tez, ba'zida, kamdan kam va hech qachon degan so'zlarimiz. Ularni bilish muhim. Ularni grammatik jihatdan ozgina muhim jihati bor, ya'ni ularning gapdagi o'rni. Gapdagi o'rni desa, bizning formulamizga ozgina ta'sir qiladi. Misol uchun bizda ingliz tilida subject, verb, object keladi, to'g'rimi? Keyin vaqt yoki boshqa narsa kelishi mumkin. Lekin bularni qo'shganimizda, hozirgi ravishlarimizda takrorli ravishlarni qo'shsak, ular fe'ldan, verbdan oldin keladi. Va verbdan oldin keladi. Ya'ni men har doim men odatda maktabga boraman demoqchi bo'lsam, I go to school deylik, men maktabga boraman bo'ladi. Lekin odatda so'zni qo'shmoqchi men go'dan oldinga qo'yaman. I usually go to school bo'lishi kerak. Men odatda maktabga boraman. Shu odatda so'zi go'dan oldinga o'tadi. Faqat qaranglar, to be bilan ishlatganimizda to be dan keyin keladi. To be deganimiz bu nima? Am, is, are. To be fe'lidan keyin ishlatamiz. Fe'llardan oldin to be dan keyin kelar ekan. Misol uchun, men xursandman desam, I'm happy deyman. Men har doim xursandman desam, endi I am always. Always so'zini men amdan keyin qo'ydim. To be dan keyin ishlatdim. Shu qoidamizni ham o'rganib olishlaring kerak, ko'p keladi. Okay, bizda faqat 3 tasini bergan. Always, har doim, sometimes, ba'zida, keyin never, hech qachon degan so'zlarni bergan. Hech qachon yozdim. Demak, 3-mashq talaffuz. Ya'ni bizda he-she-ga qo'shadigan s, es so'zlarimiz bor-ku, o'shalar 3 xil o'qiladi.
S deb o'qiladi, Z deb o'qiladi, is deb o'qiladi. Buni hozircha yodlab olinglar. Buni kattaroq darajaga chiqqanimizda sizlarga qoidasi ham bor, qoidasi bilan o'rgataman. Ya'ni mana gets, works, eats, S deb o'qiladi. Endi reads, cycles, goes, lives, buys, does, Z. Deydi emas, bu kuchsizroq Z tovushi keladi. Watches. Endi bunda is. Eng harfi qo'shiladi. Watches. Demak, Annani hayotidagi mana bu mashqlarni qilasizlar, o'qib. Keyin bizada question va negativ formasi ham berilgan present simple'da. Demak, buni ham bir takrorlab olamiz. Present simple'ni negativ formasida subject, subjectdan keyin don't yoki doesn't, keyin fe'lni birinchi shakli, keyin object ishlatadi. Subject, don't, doesn't, verbning birinchi shakli object. Don't I, you, we, they lar bilan ishlatamiz. Doesn't he, she, it bilan ishlatamiz. Yozib qo'yaylik mana. Ya'ni I bo'lsa subjectimiz, I, we, you bo'lsa, they bo'lsa va ko'plik ot bo'lsa, bunda don't keladi. He, she, it va birlik ot bo'lsa, bunda doesn't ishlatiladi. Demak, men maktabga bormayman. I don't go to school every day. Har kuni maktabga bormayman. Sizni 5 kun boraman. U bankda ishlamaydi. He doesn't work in a bank. Ko'rganimizda don't keldi, qilmasligini bildirdi va doesn't keldi. Hech bo'lgancha ishlatildi. Savol shaklimizning formulasi so the question word keladi. Do, does, keyin subject, fe'lni birinchi shakli, object keladi. Question word qachonki gapimizda savol so'z bo'lsa, kim, nima so'zlari bo'lsa ishlatamiz. Bo'lmasa do, does o'zidan boshlab ketamiz. Lekin e'tibor beringlar, do, does subjectdan oldin kelishi shart. Do, doesni qanaqa ishlatirishi xuddi don't bilan doesn'tga o'xshaydi. Ya'ni I, we, you ular bilan do keladi, ya'ni ulardan oldin. He, she, it va birlikdan oldin does ishlatiladi. Savol beramiz. Soat nechida maktabga borasan? What time do you go to school? Soat nechida u ishga boradi? What time does he go to work? Question word keldi. Do keldi. Chunki subjectimiz you. Keyin verb bir, go to verb bir shakli. Davom etib ketdi. Bunda what time'dan keyin savol so'zdan keyin does keldi. Chunki subjectimiz he. Lekin goes bo'lmaydi. Chunki nima deb yozganmiz? Men bitta verb bir deb yozganman. Verb bir degani bu fe'lga hech narsa qo'shmaymiz. Fe'lni o'zi keladi degan. Question words ham kelishi mumkin. Unda m savollari bo'ladi. Misol uchun so'raysizlar. Siz zavtrak qilasizmi? Do you have breakfast every day? Har kuni zavtrak qilasizmi? Yoki u har kuni kino ko'radimi? Does he watch a movie? Har hafta deylik.
Every week. Every week. Endi bunda do bilan da'dan boshlaydi, chunki savol so'zi yo'q. M deb savol berdim. U shunaqa qiladi. Demak, 4-mashqda savollarga javob berasalar, mana bu Anna haqida sizlarga savol berib qo'yibdi. Savollarni ham tuzilishiga e'tibor beringlar, hozirgi formulamiz bo'yicha. Grammar Spot'da bizga yana bir marta present simple'da qanaqa yasalishini, plus, minus savol shaklarini o'rgatgan. Qisqa javoblarni ham tushuntirib qo'yibdi, misol uchun. O'shalarga e'tibor berib ketasizlar. 5-mashqda savol tuzishimiz kerak bo'ladi. O'sha savollarga keyin Annani kun tartibi bo'yicha javob berib chiqish kerak. 6-mashqimiz negativ gaplar tuzishimiz kerak. Annani hayoti bo'yicha negativ gaplar, bu yerda qilmaydigan ishlar berilgan. 7-mashq to'ldirasizlar. Fe'l shaklida work qanaqa keladi, mana bu subjektlar bilan. Minusda qanaqa keladi, savolda qanaqa keladi. Keyin bizning videomiz bor. YouTube'dan videoni qidirib, 6-unit videosini ko'rib qo'yish kerak bo'ladi. Yangi so'zlarni topib, tarjima qilish kerak. Demak, hozir shu joygacha yetadi. Shu joygacha bo'lgan mashqlarni qilsanglar, keyingi darsda qolgan qismini tushuntiraman.